Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Hamdamov Rustam. Men Build startapini asoschilaridan biri bo'laman. Build startapini aytib o'tsak, biz kichik va o'rta biznesni avtomatlashtiramiz va vaqtni tejashga yordam beramiz, sotuvlarni oshirishga yordam beramiz va onlayn marketplacelarga chiqishga ham yordam beramiz. Shu darajada biz O'zbekiston va O'rta Osiyoda ishlab kelamiz. Hozirgi paytda olib qarasak, bizning startapimiz уже почти $7 million investitsiya ko'targan va oxirgi raundda $20 million baholangan. Endi bugungi meni asosiy sizlarga aytib o'tadigan mavzu bu qanday qilib investitsiyalarni ko'tarib investorlar bilan gaplashish. Birinchi o'chirda startapni nimaligini aytib o'tsak va nimaga unga investitsiya kerak. Har xil stadiyalarda startapda birinchi g'oya paydo bo'ladi. G'oya degani sizda qanaqadir muammo topdingiz, shu muammoni yechmoqchisiz. Shu muammoga siz qanaqadir yechim topishga komanda yig'dingiz va komanda yig'ib qanaqadir produkt yasashingiz kerak. Shu produktni amalga oshirib razrabotka qildingiz. Endi bozorga olib chiqishingiz kerak. Bozorga olib chiqqandan keyin birinchi klientlaringiz paydo bo'ladi. Birinchi klientlaringiz paydo bo'lganda siz уже shu startapni o'stirishingiz kerak. O'stirish degani bu kengaytirib masshtabирование qilish. Keyin esa startapingizni kimdir sotib ola oladi. Misol uchun qanaqadir strategik kompaniya yoki o'zingiz IPO ga chiqib qolasiz. Shu etaplarda startapga mana shu g'oyani shu etapga olib borish uchun har bir etapda investitsiya kerak bo'ladi. Endi startapni birinchi o'chirib nimasini bilish kerak. Startaplar har xil stadiyada bo'ladi. Misol uchun sizda g'oya bo'lsa, bu degani startapingiz pre-seed stage'da. Pre-seed stage'da O'zbekiston va O'rta Osiyoda qanaqa investitsiya olish mumkin va qayerda va necha pullik. Bu stadiyada startapning bahosi $100 ming dan $1 million gacha bo'lishi mumkin va investitsiyani siz $10 ming dan $100 ming gacha ko'tarishingiz mumkin. Bu investitsiya nimaga beriladi? Asosiy maqsadi sizni g'oyangizni qaysidir MVP darajaga yetib olish uchun beriladi. MVP degani bu sizda g'oyangiz qanaqadir kichkina va qaysidir muammoni yechadigan darajaga yetib boradigan holatda produktga aylanish kerak. Kim va qayerdan investitsiya olsangiz bo'ladi shu stadiyada. Shu stadiyada ko'pincha angel investorlar investitsiya qiladi. Bu degani ex-founderlar bo'lishi mumkin yoki qaysidir kichkina fondlar bo'lishi mumkin yoki qaysidir angel community bo'lishi mumkin. Bu odamlar ko'pincha mana shu startaplarga investitsiya qiladigan odamlar. Ikkinchisi bu venture fondlar. Bizda O'zbekistonda juda ko'p venture fondlar hozir ochilgan. IT Park Ventures, Aloqa Ventures, UzVC, Uzcard Ventures, shu hamma fondlar mana shunaqa kichkina startaplarga investitsiya qiladi va ulardan $50 ming dan $250 ming gacha chek olsangiz bo'ladi shu anaqada. Xo'p, deylu siz уже startapingizni produkt jarayoniga yetib bordi, MVP qildingiz va birinchi klientlar jalb qildingiz. Aytaylik, sizda 100 ta klientingiz bor, har oy sizga to'layapti. Endi keyingi maqsadingiz bu 100 ta klientni 10 mingta qilish yoki 1000 ta yoki 5000 ta qilish. Bu jarayonda bu уже seed stage'dan growth stage'ga o'tiladi. Growth stage degani siz tez o'sadigan stage. Bu degani sizda produktingiz bor, juda ko'p klientlar bor, shu produkt kerak. Endi siz ularga buni yetkazib berishingiz kerak. Bu distributsiya, marketing, sotuvni jarayonini yo'lga qo'yishingiz kerak. Bu stadiyada sizda уже seeddan Series A ga o'tiladi. Bu degani siz startapingizga 50 mingdan 500 minggacha ko'tara olasiz. Yana дополнительный investitsiya. Bu degani startapingizni baholasa bu 250 mingdan 2 milliongacha baholashi mumkin. Bu stadiyada siz qayerdan pul qidira olasiz. Qaysidir akseleratorlarda ishtirok eta olasiz yoki qaysidir venture fondlar, super angellar bo'ladi. Super angellar ular kattaroq chek bilan investitsiya qiladi yoki уже institutsional venture fondlar. Misol uchun O'zbekistonda Sturgeon Capital, Qozog'istonda Most Ventures, Astana Hub, bu yerda IT Park Ventures aytib o'tgandagi Aloqa Ventures ular ham shu stadiyada investitsiya qiladi va ulardan siz pul ko'tara olasiz. Bu etapda sizda nimalar bo'lishi kerak? Sizda уже tayyor biznes modelingiz bo'lishi kerak, ishlayotgan, pul olib kelayotgan va bozoringiz katta bo'lishi kerak. Chunki eng asosiy siz qanaqadir g'oya topdingiz, g'oyani produkt qildingiz, shu g'oyani endi yana hammalarga distributsiya qilishingiz kerak. Keyinchalik уже
Series B ga o'tasiz, u yerda уже 50-100 millionlik baho olishingiz mumkin. И shunaqa qilib o'sib kelasiz. Endi startapga mana shu stadiyalarda har xil investitsiya jalb qilishingiz mumkin. Endi aytaylik, nimalar muhim. Investitsiya jalb qilayotganingizda har bir investor bilan gaplashishga o'zini qonun-qoidalari bor. Shu qonun-qoidalarni men hozir ozgina aytib o'taman. Endi bundoq olib qarasa, mana O'zbekistonda mana qiz qidirishchi anaqasi bor, mana uchrashuvga chiqishingiz kerak, to'g'rimi? Startaplarga ham qarab investitsiya olayotganingizda ham xuddi shu prosesga o'xshaydigan narsa. Birinchi maqsad bu sizda venturniy fondlar bilan angellarni topish. Bu siz mana shu har xil networking eventlarda qatnashishingiz mumkin. Misol uchun qanaqadir выставкаlarda yoki LinkedIndan topishingiz mumkin yoki Facebookdan topishingiz mumkin shu investorlarni. Hammasini profili bo'ladi yoki emaili bo'ladi. O'tga bemalol yozsangiz bo'ladi. Birinchi o'chirib siz shu ro'yxatini qilib chiqishingiz kerak. Qaysi investorlarga qanaqa g'oya bilan siz chiqmoqchisiz. Ikkinchi stadiya, mana venturniy investorlarni hammasini topdingiz. Ikkinchi stadiya, ular bilan ularga email yozdingiz yoki qayerdadir uchradingiz, siz ularga pitch qilib berishingiz kerak. Pitch degani sizda 10 ta slayd bo'lishi kerak. Shu slaydlar 1 minutlik pitch bo'lishi kerak, 3 minutlik pitch bo'lishi kerak va 10 daqiqalik pitch bo'lishi kerak. Uchinchisi nimalar bo'lishi kerak? Uchinchisi sizda finansiy model bo'lishi kerak. Finansiy model degani siz har bitta nima qilayotganingizni yaxshilab o'ylab, bozorni baholab, shu bozorni baholab chiqqandan keyin har bitta etapda nimalar qilayotganingizni, pulni qayerga ishlatishingizni modelda ko'rsatishingiz kerak. Shu modelda sizda unit ekonomika degan narsa bor. Bu degani siz bitta klientni, misol uchun $1 ga jalb qilyapsiz va u sizga $5 olib kelyapti. Shu narsalarni ham ko'rsatib chiqishingiz kerak. Pulni qayerga joylashtirmoqchisiz, qayerga ishlatmoqchisiz, shu jarayonni ko'rsatib berishingiz kerak. Finansiy modelda investor tushunib olishi kerak. Mana shu $1 hozir men investitsiya qilib, $5 3 yildan keyin menga qaytib keladi. Shu narsa finansiy modelda ko'rsatib chiqiladi. Keyin hammasi yoqsa, pitch deckingiz yoqsa, ideyangiz, g'oyangiz yoqsa, produktingiz yoqsa, komandangiz yaxshi bo'lsa, bu degani sizda investor due diligence stage'ga o'tiladi. Bu nima degani? Bu degani sizni startapingizni ular tekshiradi. Misol uchun pitch deckda finansiy modellarda har xil narsalar ko'rsatib tashlasangiz bo'ladi. Lekin investorlar shu due diligence degan etapda hammasini tekshiradi. Rostdan ham sizda shunaqa klientlaringiz bormi? Rostdan ham shu produkt qilayotganingiz klientlaringizga foyda beryaptimi? Rostdan ham shu klientlar yaxshi ishlatyaptimi produktingizni? Keyin buxgalterskiy отчетность tekshiradi. Hamma narsalarni tekshirib chiqqandan so'ng уже investor keyin sizga pul beradi. Pul berayotganda bu birinchi term sheet yuboradi. Term sheet u dokument ichida har xil условиялар yozilib chiqadi. Nech pul investitsiya bermoqchi investor sizga, baho startapingizni nech pulga baholadi, mana shu hammasini analitika qilib chiqqandan keyin. Shu taklifni siz agar qabul qilsangiz investordan, keyin уже boshqa dokumentlarga qo'l qo'ydirib, keyin уже shotingizga pul tushadi. Endi keyingi etapga o'tsak, nimalar juda muhim. Birinchisi, siz founder sifatida ko'p pitch qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Mana shu hamma instrumentlarni tayyorlab qo'ysangiz, pitch deck, finansiy model, keyingi etapda siz juda ko'p pitch qilishingiz kerak investorlarga. Shu uchun shundan pitch qilishdan oldin siz nimalarga ahamiyat berishingiz kerak. Birinchi o'chirda yaxshi pitch deck tayyorlashingiz kerak. Pitch deckga o'zini strukturasi bor. Men shu prezentatsiyadan bo'lishaman. U pitch deckga, misol uchun bizning startapimizda qanaqa pitch deck qilganini hammasini sizlar ham ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bu pitch deckda siz qaysi muammoni yechyapsiz? Nech pullik bozor bor shu muammoga? Qanaqa biznes model bilan ishlamoqchisiz? Nech pul topmoqchisiz? Produktingiz nimalar, qaysi muammoni yechyapti? Qanaqa qilib yechyapti? Nimaga konkurentlardan u yaxshiroq? Nimaga siz bu muammoni eng zo'r yecha olasiz? Bu degani komandada sizda yaxshi kompetensiyalar ham bo'lishi kerak. Kimdir texnologiyalar kompetensiyani yopish kerak, kimdir sotuv kompetensiyani yopish kerak, kimdir marketing kompetensiyani yopishi mumkin, kimdir yana ish yurg'izish kompetensiyani yopishi mumkin. Shuning uchun komandangizda qancha ko'p zo'r mutaxassislar bo'lsa, shuncha yaxshi.
bu mana shu founders teamga eng boshidagi etapda investorlar juda ko'p qaraydi. Misol, juda katta ahamiyat beradi. Misol uchun, founderlar уже yaxshi startup qilgan, уже exit qilgan, уже pul ola olgan, shu founderlarga investorlar ko'proq ahamiyat berib, ko'proq ochuv bo'ladi investitsiya berishga. Shu uchun komandangizni yaxshi tayyorlab, yaxshi ko'rsating. Xo'p, keyin investitsiya jalb qilayotganingizda bu 2 kunlik ish emas, 1 haftalik, 1 oylik ish emas. Bu jarayon kamida 6 oydan 9 oygacha olishi mumkin. Misol uchun, investitsiya olayotganingizda siz kamida bir 30 ta, 50 ta, 100 ta investor bilan uchrashishingiz ham mumkin. Misol uchun, bizani primerimizda olsa, men har yili kamida bir 50 ta, 30 tadan 50 ta fondlar yoki angel investorlar bilan uchrashib chiqib, gaplashib chiqaman. Har xil eventlarda, har xil yoki onlayn prezentatsiyalarda yoki prosta qaysidir ma'noda uchrashib, ular bilan ko'rishib chiqaman. Siz ham shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Shu 6 oydan 9 oygacha bitta investitsion raund vaqt oladi. Конечно, bir xil paytlarda 3 oy olishi mumkin agar zo'r o'sayotgan bo'lsangiz yoki zo'r produkt qilayotgan bo'lsangiz. Yana nimalar muhim? Aytib o'tgandek, endi pitchga o'tamiz. Pitchda nimalar muhim, nimalarni yoritib berish kerak investorlar uchun. Pitchdagi strukturasi bo'ladi. Bu degani, shu strukturaga siz pitch deckingizni tayyorlasangiz, investorlarga oson bo'ladi sizni tushunib olish. Nima qilyapsiz, qanaqa qilyapsiz. Bu men har doim namuna beraman. Bu misol uchun doktorlarda analiz bor. Ular sizni misol uchun qanaqadir muammoingiz bilan kelsangiz, u sizni analizga yuboradi, analizlarni ko'radi-da, nima bo'layotganini tushunib oladi. Xuddi shunaqa pitch deck ham investorlar uchun shunaqa instrument. Shu sizni shu strukturada startapingizda nima bo'layotganini yaxshi tushunib oladi. Birinchisi bu kompaniyani maqsadi. Nimaga shu kompaniyani qilyapsiz? Ikkinchisi muammoni ko'rsatib berishingiz kerak. Qaysi muammoni yechyapsiz? Nimaga bu muammo katta, nimaga bu muammo muhim? Uchinchisi qanaqa qilib yechyapsiz? Bu degani sizda qanaqa решение bor shu muammoni yechishga. To'rtinchisi bu nimaga hozir qilmoqchisiz buni? Hozir qanaqadir texnologiya paydo bo'ldimi, yaxshi yechib beradigan bu muammoni yoki qanaqadir boshqa narsalar paydo bo'ldimi sizga qarashadigan. Beshinchisi bu juda muhimi, bu bozorni kattaligi. Bozorni siz ko'rsatib berishingiz kerak, nech pullik bozor bor. Shu muammoni yechayotganingizda nech pul bor shu bozorda. Chunki eng katta muhim narsa bu shu qaysi bozorga chiqayotganingiz. Oltinchisi bu sizni konkurentlaringiz. Hozir qaysi konkurentlar shu bozorda ishlayapti? Nimaga sizni produktingiz yaxshiroq ulardan? Yettinchisi bu o'zingiz produktingizni ko'rsatib berishingiz kerak, qanaqa qilib nima yechyapti. Sakkizinchisi aytganimdek, siz biznes modelingiz bu подписочный biznes modelmi, har oy yechib olasizmi pul klientlaringizdan yoki freemium modelmi, misol uchun produktni tekinga berasiz, lekin reklamadan pul ishlaysiz yoki misol uchun tekinga produktni berasiz, qaysidir fichalarni pulga sotasizmi. Shunaqa har xil anaqalarning biznes modellar bor. Ularni o'zingiz uchun tushunib olishingiz kerak, qaysidir birini tanlashingiz kerak. 9-inchisi bu traction. Traction degani qancha tez o'syapsiz. Shu narsa juda muhim investorlarga. Misol uchun startapingiz yaxshi tez o'sayotgan bo'lsa, bu degani siz investitsiya jalb qilishga juda qiziq bo'lasiz investorlar. 10-inchisi bu ham juda muhim narsa, bu komanda. Aytib o'tganimdek, kim startapni qilyapti? Kimda qanaqa kompetensiyalar bor? Misol uchun, agar IT startap qilayotgan bo'lsangiz, albatta sizda CTO bo'lish kerak, kim texnologiyalarni yaxshi tushunadigan CEO bo'lish kerak, o'sha startap yurg'izadigan, produkt, marketing, operatsionkani yaxshi tushunadigan odam, marketingni yaxshi tushunadigan odam bo'lish kerak. Qancha ko'p founderlar bo'lsa, taxminan 2tadan 4 ta founder bo'lish kerak. 2ta yoki 3ta yoki 4 ta va har xil kompetensiyalar bo'lish kerak. Misol uchun, sizda faqat injenerlar bo'lsa, komandangizda bu investorlarga juda yaxshi emas. Qayerda investorlarni qidirish mavzuga o'tamiz. Investorlar qayerda bo'ladi? Eng ko'pi, misol uchun Facebookda, LinkedInda profili bo'ladi. Bemalol ularga yozsangiz bo'ladi. Xat to'g'ri tanlab, nimalar xohlayapsiz, qaysi produkt bilan nima qilmoqchisiz, qanaqa chiqasiz, shuni Facebook, LinkedIndan topsangiz bo'ladi. Uchinchisi bu network. Network degani siz
har xil eventlarda qatnashsangiz bo'ladi. Misol uchun IT Park, Astana Hub va Ozarbayjonda Inmerge degan organizatsiya ular har yili har xil eventlar qiladi. Misol uchun hozir mana sentyabrda bizada ICT Week o'tadi. ICT Weekda u yerda hamma startaplar va investorlar bitta joyda yig'iladi. Siz u yerga borib tanishsangiz bo'ladi hamma bilan. Mana shunaqa vizitkalar qilib olsangiz bo'ladi, ulardan kontaktlar olsangiz bo'ladi investorlardan. Shuning uchun shunaqa eventlarda qatnashish kerak, u yerdan ham baza yig'ib olsangiz bo'ladi. Investorlarni yig'ib oldingiz. Ikkinchi etap bu nima gapirasiz. O'shaning uchun sizda pitch deck, finansiy model elevator pitch degan narsa tayyorlashingiz kerak. Investorlar bilan ko'p har xil narsalarni gapirmasdan tez va ularning vaqti juda kam bo'ladi. O'shaning uchun tez nima qilmoqchisiz, nima taqdim qilmoqchisiz, nima xohlab olasiz ulardan. Misol uchun mana shunaqa produkt qilyapman. Mana shuncha menda klientlarim bor. Hozir keyingi etapga olib chiqishimga menga endi 100 ming pul kerak. Mana shu sohada men ishlayman. Agar qiziq bo'lsa, gaplashaylik degan ma'noda ayta olasiz. Keyin agar investorda sizga interes bo'lsa, sekin-sekin o'zi chiqib oladi sizga. Pitch qilayotganingizda pitchni ham har xil formalari bo'ladi. Misol uchun elevator pitch degan narsa bor. Bu 1 minutlik pitch. Misol uchun mana shu har xil eventlarda qatnashayotganingizda har bir odam u yoqdan bu yoqqa yuradi. O'shaning uchun 1 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. 1 daqiqada startapingiz to'g'risida aytib berishingiz kerak. Nima qilyapti, qanaqa muammoni yechyapti, qanaqa klientlar bor, qanaqa tez o'syapti, qanaqa komanda bilan qilyapti. Shuni 1 daqiqaga upakovka qilib aytib berishingiz kerak. Buni trenirovka qilib, уже любой odamga aytib berib, interes ko'tarish uchun. Keyin demo days degan formatlar bor. Demo dayslarda, misol uchun har xil mana shunaqa eventlarda hamma startaplar yig'iladi, qanaqadir battlelar o'tkaziladi. Battlelar, competitionlar o'tkaziladi. O'sha yerda startapingizda 5 minutlik pitch bo'lishi kerak. Uni ham oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak. 3-5 minutlik pitchni aytib berishga. Keyin one-on-one pitch bo'ladi. Bu degani siz investor bilan o'tirasiz, 1 soat 30 daqiqadan 1 soatda уже har startapingiz to'g'risida aytib berasiz. Misol uchun investor sizni startapingizga qiziqqandan keyin siz unga u bilan ularni keyinchalik ham startapingiz to'g'risida ma'lumot yuborish turishingiz kerak. Aytganimdek, 6 oydan 9 oygacha vaqt oladi investitsiya ko'tarish. Bir xillarida startapingizda, misol uchun investor qiziqish bildiradi-da, lekin keyinroq gaplashaylik deydi. Siz mana shu paytlarda follow up qilib turishingiz kerak. Follow up degani har oy startapingizda nima bo'layotganini aytib berishingiz kerak. Misol uchun mana shunaqa produkt qildik, mana shunaqa feature qildik, mana shuncha klientga o'sdik, mana shunaqa bozorga chiqdik. Mana shunaqa ma'lumotlarni aytib tursangiz, u ham qiziq turib qizdiriladi. Keyin уже investitsiya olishi osonroq bo'ladi. Xo'p, shu asosiy tema bo'ldi bugun. Agar yana qanaqadir savollar bo'lsa, men prezentatsiya qoldiraman, u yerda namuna sifatida ko'rib chiqsangiz bo'ladi hammani. Hammaga rahmat.